Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun obzorimizda Homon H3 avtosamosvalimizni ko'rsanglar bo'ladi. Bugun polniy obzorini qilib o'tamiz. Xo'p, samosvalimizga keladigan bo'lsak, xalqimiz orasida juda ham katta o'ringa ega bo'lgan, hozirgi kunda juda ham sotuvi tez bo'lgan samosvalimiz hisoblanadi, Homon H3. Ana ko'rsanglar bo'ladi. Polniy borti yonboshga ham ochiladi, samosval orqaga ham ag'dariladi. Bunda bemalol qum, shahal, klinets, g'isht yoki boshqa mahsulotlarni bemalol tashlasanglar bo'ladi. Dizelli dvijok bilan jihozlangan, ko'rsanglar bo'ladi. Buni kelajakda gazga ham o'tkazsanglar bo'ladi. Nega? Negaki motorimizni 4 silindrli Vichay 160 ta ot kuchiga ega bo'lgan dvijogimizda turibdi. Samosvalga kerak bo'lgan hamma qulayliklar mavjud. Xo'p, bu samosvalimizga kerak bo'ladigan hamma qulayliklar, shart-sharoitlar mavjud. Ana ko'rsanglar bo'ladi. Bort uzunligi 4.2 ga 2.2 metr bo'ladi. Bu metal qalinliklari ham juda ham mustahkam ishlangan. Tegini metallari va yonboshdagi metallari. Bu degani kelajakda qorin sovorish yoki chirib ketish holatlari kuzatilmaydi. Hozirgi kunda mijozlarimizni ko'pchiligi imенно shu modeldan tanlayapti. Ya'ni bu 10 tonnali modelimiz 9 kupli bo'ladi. Общий грузоподъемности 10 tonnani tashkil qiladi hozirgi kunda. Xo'p, bunimizda bemalol shahar ichida harakatlana oladi. Ya'ni znaklardan bemalol o'tib, bemalol xohlagan joylarga qum, shahal, klinets, mana bu shlakoblok deysizlarmi yoki pishgan g'isht mahsulotlarini bemalol klientlarga yetkazib bera olasizlar. Salonimizga ham hozir video davomida polniy obzor qilib o'tamiz. Hozirda tashqi interyeri shunaqa holatda bo'ladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Balandligi ham juda bahaybat. Kerakli bo'lgan hamma shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud. Hozir ichki interyerini yana bir videoga olib ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, ichki interyerimizga keladigan bo'lsak, ichki interyerimizni hozir mana chiqib ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, ichki interyer multirul bilan jihozlangan. Ya'ni shoferimiz uchun uzoq yo'llarga harakatlanadigan bo'lsa, bemalol charchatmaydi. Xudo xolasa bunda spalniy salonlari ham mavjud. Ya'ni charchab qolgan holda konditsioneri yoqib, mashinani chetga olib, bemalol dam olib, yana dalshi o'zingizlarning ishinglar bilan harakatlanib ketaversanglar bo'ladi. Xo'p, oynalarimiz, stiklopodъемniklarimiz elektrический bo'ladi. Konditsionerlari, radio, magnitofon hamma qulayliklar bilan jihozlangan. O'rindiqlar soni passajirskiy shofer bilan 3 ta bo'ladi. Yana orqada o'sha o'ziga yarasha yotoq spalnisi mavjud. Kimga shunaqa non topadigan 10 tonnali 9 kubali samosval kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol batafsil pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, menejerlarimizdan to'liq xarakteristikasini va qulayliklarini, to'lov usullarini bilib olsanglar bo'ladi. Hozirgi kunda bu mashinalarimizning soni juda ham chegaralangan. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, bank, kredit, lizing yoki 100% to'lov qilib xarid qilsanglar bo'ladi. Yana ham batafsil ma'lumotlarni quyidagi shu pastdagi raqamlardan bilib olsanglar bo'ladi.